tizza bo'g'imi yemirilishi, ya'ni gonartroz minglab odamlarni qiynab keladi. Ayniqsa o'rta yosh va yoshi katta dada-buvilarimiz ushbu dardni naqadar og'riqli ekanligini yaxshi bilishadi. Tizza bilan yiqilish, ortiqcha vazn, kalsiyni yaxshi so'rilmasligi, diabet kasalligi hamda yengil yoki og'ir bo'lgan jarohatlar gonartroz rivojlanishiga olib keladi. Eng birinchi belgilari ko'rilganda davolanmasa, harakat cheklanishigacha olib kelishi mumkin. FlexPro bo'g'im va suyaklarni rag'batlantiruvchi faol qo'shimchani 3 yoki zaruratga ko'ra 4 kurs qabul qilib, chaqqon harakatga qayting. Mutaxassis bilan bog'lanib, mahsulotga ikkinchi marta buyurtma bergan mijozlarga katta chegirma va bonuslar taqdim etiladi. Og'riqlardan charchadingizmi? FlexPro sizga shifo bo'lsin.